yangi gullar sotib olganimizda birinchi qiladigan ishimiz nima? Birinchi gulimizni vannaga olib kirib, yaxshilab barglarini oldi orqa tomonlarini namlattada artib, tozalab, iliqdan issiqroq bo'lgan suvda bitta cho'miltirib yuboramiz, tuprog'iga suv tekkizmasdan. Undan keyin hasharotga qarshi dorilaymiz. Har ehtimolga qarshi bilmaymiz-ku, qayerdan kelyapti, qanaqa hasharotlarning oldidan kelyapti. Uyimizda shuncha gullarimiz bor. Ularga hasharot yuqtirib qo'ymasligi uchun albatta hasharotga qarshi dorilaymiz. Va oradan uzog'i bilan 5 soat vaqt o'tgandan keyin antistress, ya'ni yo'lda qiynalib kelganligini hisobga olib, boshqa joydan joyi almashgani evaziga, havo almashgani evaziga hammasini hisobga olgan holda antistress qo'llashimiz kerak. Bunaqa vaqtda 1 litr suvga epen yoki sirkomni 4 tomchi tomizdirib gullarimizga suv purkab olsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana shunaqa H101 dan foydalanaman men. 1 litr suvga 2 tomchi solinadi-da, gullarga yaxshilab sepiladi. Bu gulimizni yangi joyiga moslashish uchun yordam beradi va stressga tushmasligi uchun yordam beradi. Foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.